$30 million ulashgan saxiy inson. Amerikalik saxovatpesha, taniqli va dilbar insonning oydan so'rang va oling, so'ray olish qobiliyati yordamida nimani xohlasangiz shunga ega bo'lish siri kitobini xush ko'rardim. Uning ismi sharifi Persi Ross. Balki siz ham u haqda eshitgandirsiz. Ross taxminan $30 million xayriya sifatida turli tashkilot va korxonalarga tarqatgandi. Shuningdek, u 17 yil mobaynida 800 ga yaqin milliy gazetada chop etiladigan "Millionga rahmat" deb nomlangan maxsus stunni boshqarib bordi. Stunda oddiy odamlardan Rossga yuborilgan ko'plab maktublar nashr etilardi. Ular o'z hayotlari haqida hikoya qilishar va Rossdan yordam so'rashardi. Bu juda maftunkor edi. Buning jozibasi shunda ediki, Ross oddiy odamlarni boshdan oyoq ko'ra olardi. U kelgan maktublarni o'qib, ulardagi samimiyatni his qilardi. Ross maktublarga doimo oqilona javob qaytarardi va albatta chek yozib yuborardi. U haftasiga 120 marta chek yozib berardi. Bu 17 yilda taxminan $30 million tashkil etadi. Bu xayrli ishini u $2 million boshlagandi. Siz bu jarayonda in'om etish qoidasini ko'ryapsizmi? Rossda dastlab $2 million sarmoya bo'lgan. Siz uning buncha ko'p ulashganiga ishonmayapsizmi? Bu haqiqat. U 17 yil mobaynida $30 million tarqatgan. Yana qaytaramiz, taqdim etish ega bo'lishni ta'minlaydi. Siz ham qachondir shunga o'xshash holatga tushib qolganmisiz? Ya'ni favqulodda bir tashkilotga mablag' ajratib berishingizni so'rashganda, qo'lingizda yetarli daromad bo'lmaganligi sababli nima qarorga kelishni bilmay ikkilanganmisiz? Ko'pchilik aynan shunday holatga tushishganda boshdan kechirganlarini menga aytib berishgan. Oxirigacha borishga qaror qilishganidan keyin aytilgan mablag'ni ajratishgach, natijasi ularni hayratlantirgan. Ya'ni xayriya aytilgan pul o'rni tez orada qoplangan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, agar siz pulni hech kimga bermasdan saqlasangiz, undan faqat ayrilishingiz mumkin. Ikkinchi tarafdan esa, yaxshilik qilish sizga omad keltirishiga ishonsangiz, qurbon etgan mablag'ingiz o'zingizga katta boylik bo'lib qaytishi haqiqatdir. Buni Persi Ross isbotladi. U o'z xayrli faoliyatini dastlab $2 million bilan boshlagan edi. Keyinchalik esa 17 yil mobaynida boshqalarga $30 million hadya etdi. Endi Persi Ross yo'q, lekin endi siz uning o'rnini egallashingiz mumkin. Chin dildan hadya etish nima yoki baravarlashtirish tarafdorimisiz? Men hozirgina aziz do'stim, reklama dahosi, saxovatpesha inson, kuchuklar ishqibozi Dr. Paul Hartenian bilan telefonda suhbatlashdim. Sarf etish qoidasi uning hayoti va ish faoliyatida nechog'li ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida fikrini so'radim. Uning aytganlari meni hayratlanishga majbur etdi. Ko'pchilik sarf etish jarayonini tenglashtirishga harakat qilishadi, dedi u. Ular ma'lum summani berganlaridan so'ng o'sha pulning 10 baravar bo'lib qaytishini kutishadi. Menimcha bu samimiylik emas. Uning gaplari meni to'lqinlantirib yubordi. Unda pulni qanday qilib samimiy tarzda hadya etish mumkin? So'radim men. O'ylaymanki, samimiylik yashirincha berilgan in'omdir, tushuntirdi Paul. Agar kimdir qurilishga o'ziniki bo'lgani uchungina $1 million qurbon qilsa, bu hadya etish sanalmaydi, balki oddiy savdo-sotiqdir.
Pol muhim jihatni ko'rsatib bergandi. Esimda, bir kuni kimdir elektron pochtamga xat jo'natib, do'stlariga pul berishini bildirganida, uni rad etishsa nima qilishi kerakligi haqida savol bergandi. O'shanda men o'ylab shunday javob qaytargandim. Nima uchun do'stingiz pul aynan sizdanligini bilishi kerak? Buni sir saqlashingiz mumkin emasmi? Pol so'zida davom etib, hayotida uchragan yana bir maroqli voqeani gapirib berdi. Menimcha, sarf etish siri ulashilgan pullarning qaytish-qaytmasligini o'ylab tashvishlanishda emas, dedi u. Agar tashvishlanmasangiz, demak siz jo'shqin oqimdasiz. Aynan shunday. Mana sir nimada? Qaytishiga umid qilmasdan, qalbingiz undagani va sizga quvonch bag'ishlagani uchun pul hadya eting. Shunda o'zingizni jo'shqin hayot qo'ynida his etasiz. Nazarimda, koinot xotirjamligimizni nazorat qilib turadi. Aytishim mumkin bo'lgan fikrlarim ana shulardan iborat, dedi Pol. Hayotim davomida meni juda ko'p maqtashgan, lekin men buning uchun pul bermaganman. Koinot men haqimda qayg'urishini namoyon etdi. Pol Hartenyening hamma narsani o'z o'rniga qo'yishi menga ma'qul bo'ldi. U tajribali amaliyotchi sifatida pul taqdim etish jarayoni to'g'risida yuqori tushunchaga egaligini baravarlashtirish to'g'risidagi fikri bilan namoyon etdi. Pul taqdim etganlar bilan hech qanday muammoga duch kelmaganman, qo'shimcha qildi u. Agar shon sharafga burkanish yoki 10 barobar bo'lib qaytishini istab pul berayotgan bo'lsangiz, unda siz homiylik qilmayapsiz, balki xatoga yo'l qo'yapsiz. Pol o'zi e'tirof etgan tamoyillarga tayanib yashaydi. 2002-yili u mening elektron pochtamga xat jo'natib, ruhiy mazmundagi qandaydir kitobim bormi yo'qligini so'ragandi. U kitobni o'z ma'lumot byulleteni orqali o'quvchilariga yuborishni mo'ljallagandi. Pol ularga doimo pul topish yo'llari to'g'risidagi maslahat va reklamalarini jo'natib turishini yozgandi. Ayni paytda esa u o'z o'quvchilariga biror ma'naviy ozuqa hadya etmoqchi bo'ldi. Men unga birinchi raqamli ma'naviyat marketingi kitobimning elektron variantini taqdim etdim va elektron versiyani ushbu www.mrnr.com/spirit manzilidan topish mumkinligini qo'shib qo'ydim. Pol o'z muxlislariga manzilimni yubordi. U buni chin ko'ngildan bajarib oliyjanoblik qildi. U mening kitobim uchun hatto 10 sent ham sarflamadi. Hech qachon sarflamaydi ham. U shunchaki hadya etdi. Endi fikrimizning eng yuqori nuqtasiga yetib keldik. Gap shundaki, o'sha damda Polning 76 ming o'quvchisi bor edi. Demak, uning hadyasi albatta mening ham juda ko'p odamlarning hayotiga kirib borgandi. Pol uni chin yurakdan hadya qilgandi. Men ham chin yurakdan taqdim etgandim. U bizga qanday qaytadi? Noayon. Balki faqat koinotdan qaytar. Siz ham tuhfa etasizmi? Rivojlanish qonuniyatidagi birinchi bitim sarf etish turmushimizga mustahkam singib ketgan. Lekin biz raqamlar va hisoblashlar yordamida muvozanatli saqlash hamda foydani chamalab ko'rishga umid bog'lamasligimiz kerak. Biz qaytishini kutmasdan sarf etishga borchlimiz. Ernest Wilson, buyuk fizik. Menga pulni ko'rsating. Nahotki Jerry McGir filmini faqat men ko'rgan bo'lsam. Bu Tom Cruise ishtirokidagi kino prokatlarda hit bo'lgan film bo'lib, u doimo menga pulni ko'rsat degan taniqli iborani eslatib turadi. Bu film katta ekranda namoyish etilganidan so'ng men uni deyarli 1 yil davomida ko'rmaganman. Chunki men uni ziqnalik, xasislik to'g'risida deb o'ylagandim. Kim o'sha filmni ko'rsa, bir-biriga menga pulni ko'rsat deya qaytarar,
U xuddi odamlarni sehru jodulab qo'yganga o'xshardi. Shu bois ham men filmga qiziqmadim. Biroq kunlarning birida Neris bilan televizor tomosha qilmoqchi bo'ldik. Xuddi atayin uyushtirilgandek, aynan o'sha paytda Jerri Makkir filmi boshlandi. Biz noiloj televizor qarshisiga o'tirib filmni tomosha qildik. Men kinoni tomosha qilib qoyil qoldim. Chunki film umuman ziqnalik to'g'risida emas. Ha, Jerri manfaatparastlik ruhida tarbiyalanadi, biroq tezda bunday fikrlash hayot tarziga to'g'ri kelmasligini his etdim. Xasislik qilish mumkin emas. Xasislik boshi berk ko'chaga eltadi. Xasislik bu avvalo ruh qashshoqligidir. Buning o'rniga sport agenti Jerrining oldida muhabbat kuchi bilan tillashish kutilayotgandi. U o'z mijozlariga chin ko'ngildan g'amxo'rlik qila boshlagandan so'nggina o'yinchining nozik qalb to'rlariga ta'sir etish jarayonida uning qalbida ham shunday tuyg'ular zohir bo'lib, nafaqat omad, balki haqiqiy baxtni tuyishiga yordam berardi. Albatta, takrorlanuvchi so'z "menga pulni ko'rsat" so'zining o'ziga jalb etuvchi jozibasi borligiga shubha yo'q. Bu ibora film ruhiga shu qadar ustalik bilan singdirilganki, film qahramoniga yordam berolmasangizda, u tez-tez va o'z o'rnida qaytarilganligi uchun yodingizda qoladi. Biroq film bu haqda emas. Bu film mening nazdimda "menga yuragingni ko'rsat" mazmunida bo'lib, aslo "menga o'z pulingni ko'rsat" haqida emas. Tuhfa etish ham shunga o'xshaydi. Agar kimgadir o'sha pul sizga qaytishini umid qilib va sizga kerakligi uchun bersangiz, unda siz saxovat ko'rsatmayapsiz, balki savdolashayotgan bo'lasiz. Agar siz homiylik qilmoqchi ekansiz, yuragingiz bundan ruhlanib, sizdan shuni so'rashi lozim. Bunday vaziyatda harakatlaringiz chin dildan amalga oshirilayotgan bo'ladi. "Menga pulni ko'rsat" bilan "menga yuragingni och" o'rtasidagi farq mana shundan iborat. Koinotga sizning yurak so'zingiz kerak, aslo pulingiz emas. Pul bu shunchaki ramziy belgidir. Chin qalbingiz bilan pul hadya eting. Agar shunday yo'l tutsangiz, tez kunlarda koinotning o'zi g'aroyib tarzda sizga pulni ko'rsatadi. Biroq qaytib olish maqsadida pul taqdim etmang. Unutmang, qaytishidan ta'ma qilib pul bersangiz, bu saxovat hisoblanmaydi, balki Tangri bilan savdolashish sanaladi. Hadya qilish uchun taqdim eting. Buyuk ruhiyatning aqlga murojaati. Men sizga muloyimlik bilan sarf etish tamoyili haqida eslatib o'tishim mumkinmi? Internetda aynan siz uchun ongga ruhiy murojaat maxsus saytini yaratdim. Siz undan namuna sifatida foydalanib, o'zingiz uchun muhimroq va o'zingizga mosroq saytingizni yaratishingiz mumkin. Ongga ruhiy murojaat yoki tasdiqlaydigan ibodat, duo, ya'ni ruhan xabardor, qodir va har yerda hozir Tangrini tan olish, shuningdek ruhiy ibtido bilan insonning borligini amalga oshirishdir. Ernest Holmes idrok haqidagi fan darsligi 149-bet. Balki biz bu jarayonni anglashga ojizlik qilarmiz. Unda abadiyat bilan munosabatni osongina eslab qolish uchun ongga ruhiy murojaat deb ataylik. Uni sehrli maftunkor deb atashimiz ham mumkin. Uni yodga soluvchi deb atashimiz mumkin. Uni mo'jizali sehr jodu deb atashimiz mumkin. Lekin uni qanday atashimiz muhim emas. Murojaat etish yoki duo qilish o'zini nimagadir ishontirish uchun majbur qilish emas, balki u haqiqatga asoslangandir deb yozadi Robert Bitzer. Robert Bitzerning esselar to'plamida. Bu urinish haqiqatni tan olish va uni qabul qilishingiz uchun e'tiqodingizni o'zgartirishga yordam beradi. Boshqacha aytganda, murojaat yoki duo
mavjud narsa haqida o'z-o'ziga eslatish usulidir. Masalan, sarf etish qonuni mavjud. Bu haqiqat. Murojaat qilish esa shu qonunni o'zingizga eslatishdir. Quyida keltiriladigan so'zlarni ertalab va kechqurun ichingizda yoki ovoz chiqarib takrorlang. Eng asosiysi, qachonlardir kimgadir pul bermoqchi bo'lsangiz, shu so'zlarni o'zingiz yoki sizga ishonadigan yaqinlaringizning biri aytishni unutmang. Men bilamanki, bu olamda tuganmas quvvat tizimi mavjud. U mendan atrofga tarqaladi. O'zimda mavjud va meni o'rab turibdi. Biz u bilan bog'langanmiz. Unda yashaymiz va unga mansubmiz. Bizga madad beruvchi quvvat yordamida xuddi boshqalar kabi men ham siz bilan bog'langanman. Bilamanki, men quvvat tizimiga nimadir bersam, u yaxshiliklarimni ko'paytirib va kengaytirib o'zimga qaytaradi. Chunki tizim tabiati ko'paytirish va kengaytirish asosiga qurilgan. Men uni tushunganim va undan olgan, yana olishda davom etayotgan va kelajakda oladigan mukofotlarim uchun minnatdorman. Bu jarayon sarf etish harakatini yo'lga qo'ygan boshqa har bir kishi kabi menga ham xizmat qilishiga ishonaman. Har doim shunday bo'ladi. Bu aniq. Har doimgidek qanday natijaga erishishingiz bu so'zlarni qanday kayfiyatda aytishingizga bog'liq. Jo'shqin kayfiyat qonun harakatini faollashtiradi. O'zingizni juda baxtli his eting. Tangri kabi qanday o'ylash mumkin? Bundan 10 yil avval men Tangri kabi qanday o'ylash mumkin mavzusida ma'ruza qilgandim. U barcha tinglovchilarga ma'qul bo'lgandi. O'sha kuni Hyustonda bo'lganlardan ko'pchiligi uni hamon eslashadi. O'tgan yili men o'sha ma'ruzani ko'pchilik bemalol eshitishi mumkinligini inobatga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdim. U hammaga manzur bo'ldi. Bu so'zning o'ziga tortadigan jihati shundaki, unda insonga erkinlik baxsh etadigan quvvat mavjud. Tangri kabi qanday o'ylash mumkin ma'ruzasida odamni cheksiz fikrlashga o'rgatadigan barcha narsani topish mumkin. Siz o'zingizcha o'ylashingiz mumkin. Tangrini cheklab bo'ladimi? Siz yana o'ylashingiz mumkin. Tangri muhtojlik va chegaralanganlik haqida o'ylab o'tiradimi? Va yana o'ylashingiz mumkin. Tangri biror so'ragan narsangizni bajara olmasa sizdan kechirim so'raydimi? Men bunday o'ylamasdim. Men o'z ma'ruzamda Barry Neil Kaufman va xotini Suzy o'g'illarini autizmdan xalos qilganlari haqida gapirganman. Men tug'ilishidan ko'zlari ko'r bo'lgan Meyer Schneiderga shifokorlar davosiz kasallik tashxisini qo'yishganiga qaramay, u hozir yangitdan o'z ko'rish qobiliyatini tiklaganligi va boshqa shunday bemorlarga ham yordam berayotgani haqida so'zlayman. Men ko'p yillar oldin tanishganim ajoyib murabbiy Jonatan bilan birga olib borayotgan ishlarimiz haqida so'zlab berdim. Barcha hikoyalarim bilan marketing ma'naviyati kitobimni o'qib tanishishingiz mumkin. Asosiy xulosa quyidagicha. Agar Tangriga o'xshab o'ylashga layoqatliman deb ayta olganingizda, nimalar to'g'risida o'ylardingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Nimani gapirardingiz? Men shunga aminmanki, yaratgan pul yoki qandaydir boshqa narsani ulashishga qarshi bo'lmasdi. Yana shunga aminmanki, ularning qanday yo'l bilan qaytishi to'g'risida qayg'urib o'tirmasdi. Yana shunga aminmanki, u berayotgan narsasini cheklamasdi. Xullas, agar siz Tangri singari o'ylay olganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Bu ajoyib savolni hayotingizning barcha jabhasiga tatbiq etishingiz mumkin. Siz Tangri kabi o'ylay olsangiz, o'zaro munosabatlaringizni qanday qurardingiz? Siz Tangri kabi o'ylasangiz, ishingizga qanday yondashasiz? Siz Tangri kabi o'ylasangiz,
jamoatchilik orasida o'zingizni qanday tutgan bo'lardingiz? Bular tasavvurlaringizni rivojlantirish yo'lidagi mashg'ulotlardan-da kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Bular, shuningdek, yuragingizni kengroq ochishga imkoniyat yaratadi. Shaxsan men Tangri singari o'ylasam va bu rolga kirishib ketsam, barcha narsalar to'g'risida o'ylayman. Masalan, saratonni davolash mumkinmi? Albatta. Lotereyada million yutish mumkinmi? Juda oson. Butun dunyodagi ochlik muammosini yechish mumkinmi? Hech qanday muammo yo'q. Shubhasiz, keng miqyosdagi maqsadlarni amalga oshirish bu endi boshqa tarix. Shuning uchun ortga qaytib uyimizga, shaxsiyatimizga, senga va menga taalluqli fikrlarimizga nazar tashlaymiz. Men Jon Xericharan bilan juma kuni tushdan keyin telefonda gaplashdim. U mening aziz do'stim va ruhiy maslahatchim. O'sha kuni u o'z laboratoriyasida o'tirib, menga tezda yana bitta kitob yozishim to'g'risida bashorat qildi. Shubhasiz, buning uchun fizik bo'lish shart emas, chunki men yozuvchiman. Doim navbatdagi kitobimni yozishga kirishaman. U faqat tez kunda yangi kitobim chiqishi uchun turtki berdi. Bir necha daqiqa mobaynida biz qanday mavzuda kitob yozishim to'g'risida muhokama qildik. Uning ta'kidicha, kitob mashhur bo'lishi shart. U menga pul topishning ulkan siri kabi jalb etuvchi maqola yozib, o'quvchilarning e'tiborini tortishni tavsiya etdi. Men unga hech narsa demadim, chunki menda allaqachon maqola asosida kitob yozish g'oyasi tug'ilgandi. Men hammasini o'ylab qo'yganman, faqat Jonning do'stona turtkisi yetishmayotgandi xolos. Ertasiga men kitob yozishga kirishdim. Qisqa qilib aytganda, Tangri kabi o'ylashni amalga oshirishga kirishganim uchun kitobni yozishim tezlashdi. Kitob dam olish kunlari atrofida tayyor bo'ladi. Yomon emas, to'g'rimi? Sizga qaytamiz. Agar siz Tangri kabi o'ylasangiz, ayni damda nima qilardingiz? Siz pul berish istagidamisiz? Boring va bering. Siz kitob yozish istagidamisiz? Yozishni boshlang. Siz tadbirkorlikni boshlamoqchimisiz? Harakat qiling. Cheklash yo'q. Faqat Tangri kabi o'ylang. Axir Tangri sizning mitti yuragingizda emasmi? Mening shaxsiy tajribamdan shu ma'lumki, mayda 10 so'mliklarni hadya etish sababi hech qachon yetarlicha aniqlanmagan. Har doim ibodatxonadagilar tomonidan bosim o'tkazilgani ro'kach qilinadi. O'z ixtiyoringiz bilan ehson qilmaganingiz uchun ham minnatdorchilik va muhabbat tuyg'ularini hech qachon his eta olmaysiz. Ehson qilayotganda navbatdagi to'lov sifatida munosabatda bo'lganingiz uchun ham ishingizda yuksalish yuz bermaydi. Munosabat, sabab va xohishlarimiz asosan bu hadyamizning bizga qay tarzda qaytishini bilish bilan bog'liqdir. Aslida esa qilgan ehsonlarimiz faqatgina koinotning bizga hayotni tuhfa etgani uchun muhabbat bilan bildirgan minnatdorchiligimiz ramzi sifatida e'tirof etilishi zarur. Patritsiya Diana Kota-Robles. Iqtisodiy mustaqillikka erishish fursati keldi. Leo Buskalning katta xatosi. Men Leo Buskal bilan bir necha yil oldin tanishgandim. Yoqimtoy, jo'shqin inson. Muhabbat bestsellerining muallifi. U bir ma'ruzasida shunday degandi: men muhabbat orqali mualliflik huquqini olishga musharraf bo'ldim. U haqiqatdan ham ser muhabbat inson edi. Uning yuragi doimo yonib, qalbi jo'shib turardi. Biz sobiq rafiqam Marian bilan Leoni doimo televizorda ko'rardik. U bizni ilhomlantirardi. O'sha paytda biz xayr-ehson to'g'risida ma'lumotlar to'playotgandik. Men xayr-ehson shunchaki nayrangga asoslangan deb bilardim va bu fikrimda qattiq turib, qurbonlik qilishga ishonchsizlik bildirardim. Marian esa menga qaraganda ko'proq yangi g'oyalarga xayrixohlik bilan yondashardi va doimo ularga ishonch bildirardi.
Shu uzoq yillar mobaynida u menga qaraganda ko'proq o'z pullarini tarqatdi. Bir kuni u kimga ehson jo'natish haqida o'ylab, to'satdan esiga Leo kirib qoldi va unga pul jo'natdi. Marian uning kitoblari va ma'ruzalaridan qattiq ta'sirlanar, butun dunyoda faqatgina u bunday muhabbatga loyiq deb bilardi. Shu munosabat bilan uning manziliga kichik maktub va chek yozib yubordi. Esimda, u pochta orqali borayotganda juda baxtiyor edi. Qalbi quvonchga lim-molim edi. Keyin achinarli hol ro'y berdi. Bir necha haftadan keyin Marian Leo Buskaldan maktub oldi. U chekni ham qaytarib yuborgandi. U kichkinagina maktubida birovning yordamiga muhtoj emasligi, unga achinishning keragi yo'qligini yozgandi. Marianning qalbi qattiq og'ridi. U o'ta ranjidi. U o'zini rad etilgandek his qilardi. Bu uning uchun ayanchli holat bo'lgandi. Agarda Marianning maktub olganidan keyingi holati haqida gapiradigan bo'lsam, menimcha bunday vaziyatda Leoning muomalasi noto'g'ri edi. Mening nazarimda u xatoga yo'l qo'ygandi. Chunki hayot qonuniyatida shunday qoida bor. Siz bersangizgina u qabul qiladi. Leo bu oqimni to'sib qo'ydi. Keyinchalik Leoni bir necha marotaba tunab ketishganini uning o'zidan eshitdim. Har doim o'g'irlikdan keyin uning uyi besaranjom va yaroqsiz holga tushardi. Men qo'ng'iroq qilganimda esa uning uyi bilan bog'liq shunday holat allaqachon ikkinchi marta yuz bergan ekan. Men unga yordam bera olmasdim, ammo o'ylashimcha, Leoning sovg'ani qabul qilishga bo'lgan munosabatiga nisbatan ichki to'siq vujudga kelgandi. Shu ichki to'siq sabab uning atrofida sodir bo'layotgan voqea hodisalar Leoning ega bo'lishdan ko'ra ko'proq yo'qotishiga xizmat qilayotgandi. Balki men noto'g'ri o'ylayotgandirman, lekin meni haqiqatdan ham bir savol qiziqtirayotgandi. Uning sovg'ani qabul qilishi va ega bo'lganidan ko'ra ko'proq narsasini yo'qotishi orasida bog'liqlik bormidi? Keling, Leoning xatosidan saboq olamiz. Kimdir sizga pul taklif qilsa, albatta uni oling. Kimdir sizga xushomad qilib gapirsa, uni chin dildan qabul eting. Kimdir sizga sovg'a bersa, unga samimiy tarzda quvonganingizni bildiring. Agar siz sovg'ani, xushomadni va pulni rad etsangiz, uyingizga qarata ochilgan gullash eshigini yopgan bo'lasiz. Hamma zaruriy narsaning kaliti hayot oqimida joylashadi. Faqatgina olish va berish orqaligina uni harakatlantira olasiz. Oxir-oqibat pullar har bir kishiga yaxshilik taqdim qiluvchi munosabatlar oqimida joylashgan bo'ladi. Ularni taqdim eting. Qachonki ular sizga qaytar ekan, qabul qilib oling. Tekinga baholash mumkinmi? Marketingda shunday qoida bor. Qaysiki o'sha mahsulot odamlarga yoqmasa, tekinga olishadi. Bu haqiqatmi? Tekinga jumlasi savdoda eng harakatdagi va ishonchli so'z sanalib, shunchaki berilgan narsaga nisbatan odamlar e'tiborsizlik va mensimaslik bilan qarashadi. Bu fikr bir necha marotaba isbotlangan. O'z vaqtini sarf etib bepul xizmat ko'rsatgan maslahatchilar ko'p bora ta'kidlaganlari kabi odamlar sovg'a sifatida ularga taqdim etilgan tekin xizmatning qiymatini qadrlamaydilar. Qachonki odamlar nimagadir pul to'lashsagina o'sha narsaga e'tibor qaratishlari qoidaga aylanib ulgurgan. Bu haqiqat ehson qilish san'atiga ham to'g'ri keladimi? Birinchidan, men bunday o'ylamayman. Ikkinchidan, bu ish boshqacha tus olardi. Keling, bu ikki da'voni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, men bunday o'ylamayman, chunki odamlar pul sovg'asini qaytarishmaydi. Bizning dunyoda pul yuqori qiymatga ega. Odamlar pulni deb kurashishadi, jang qilishadi, ishlashadi, sog'lig'ini yo'qotadi va o'ladi. Ular pulning bahosini biladilar. Ko'pchilik odamlar pul topish yo'llarini bilishadi. Ayrim kishilarda esa afsuski pul tanqisligi seziladi. Bu ularning o'zlari uchun moliyaviy chegara qo'yib olganidan yoxud yetishmovchilikdan bo'lishi mumkin. Umuman olganda, odamlarga pul taqdim etsangiz, juda qimmatli narsa olayotganlarini yaxshi anglashadi. Ikkinchidan, odamlar
pul to'g'risida qanday o'ylashi yoki uni nimaga sarflashi ahamiyatga ega deb hisoblanmaydi. Siz o'z yuragingizga huzur baxsh etish uchungina ehson berasiz. Bir kuni do'stim Bob Proctor "Siz boy bo'lib tug'ilgansiz" kitobining muallifi menga shunday degandi. Odamlar mening pulim bilan nimalardir qilishi meni aslo tashvishlantirmaydi. Ular pulni olib yoqib yuborishlari ham mumkin. Men ularga o'z foydamni ko'zlab pul beraman. Mana masalaning mohiyati qayerda? Haqiqatdan ham siz sovg'angizni qabul qilishlari va munosib baholashlarini istaysizmi? Uni taqdim etish paytida o'z his-tuyg'ularingizni uyg'otasiz va ruhiyat qonuniyatlarini harakatga keltirasiz. Hamon esimda, yaqin do'stlarimdan biriga afsonaviy kitob Robert Kalye maktublari to'plami nusxasini hadya etgandim. U juda ham noyob va qimmatbaho kitob sanalardi. Do'stim menikiga mehmon bo'ldi va u bu kitobni uzoq yillardan beri qidirayotganligini ma'lum qildi. Menda ushbu kitobning ajoyib nusxasi saqlanayotgandi. Uni darrov do'stimga taqdim etdim. U anqayib qoldi va hayratga tushdi. U mening tuhfamga ishona olmasdi va baxtiyorligidan menga minnatdorchilik bildirishdan to'xtamasdi. Shundan beri do'stimni qayta ko'rganim yo'q. U mening sovg'amni qadrlay olmadimi? Bo'lishi mumkin. Unga haddan tashqari qimmat narsa hadya etildimi? Bo'lishi mumkin. Agar shu voqea yana qaytarilganda kitobni unga berarmidim? Albatta, o'sha lahzada yo'q. Bu sovg'a vositasida o'zimni juda ham ulug'vor his etdim. Mana sizga yana bir savol. 25 yil avval men Saylov erkinligi instituti asoschisi Barry Neyla Kaufmanning kitoblarini o'qib, ma'ruzalarini tinglagandim. O'sha paytda juda oz miqdorda pulim bor edi va bu bilan o'z ishimni boshlashim mushkul edi. Shu paytda Barryga qancha bo'lsa ham pul jo'natib uni qo'llab-quvvatlashni xohladim. Shu tarzda men unga $5 jo'natdim. Bu jiddiy harakat edi va Barryga pul jo'natgan odam boshqalar kabi mening pullarim ham foydali qiymatga ega bo'lishiga umid qilardim. 1985-yilda men Saylov erkinligi institutiga o'qishga kirdim va Barryning qo'lida o'qidim. Oxirgi o'qish kunimizda institutda ehtirom kechasi bo'ldi. Bitirayotganlarning barchasi xonaga yig'ilib, doira shaklida o'tirgancha nimalarga ehtirom bildirishimizni birma-bir sanab chiqdik. Bu jarayon naq 3 soat davom etdi. Siz tasavvur qila olmaysiz. 30 kishi 3 soat mobaynida bir-birlariga minnatdorchilik bildirganlari evaziga xonada quvvat paydo bo'lgandi. U to'lqinlanib yurardi go'yo. O'sha kecha juda ajoyib bo'lgandi. Men o'sha kecha tush ko'rmagandim. Barchasi haqiqat edi. Barryga tashakkur bildirish navbati kelganida u meni tanladi. U mening ko'p oylar oldin yuborgan maktubim, o'sha paytda qo'llab-quvvatlaganim va $5 pulim uchun tashakkur bildirdi. Hayratimning cheki yo'q edi. Ayni damda tuygan ulug'vorlik tuyg'usini uncha katta bo'lmasa-da Barryga yordam berganim va uni qabul qilib olganida ham his etgan edim. Bu ikkimiz uchun ham ajoyib damlar edi. O'z uyingizning kalitini topshirayotganingizda o'zingizni qanday his qilganingizni eslay olasizmi? Agar boshqa bir odam ham men Barryga yuborgan sovg'am kabi kimgadir yordam bersa, bu qilgan ishidan quvongan va buni nishonlashga hamda o'zini baxtli his etishga bahona topilardi. Agar qimmatbaho kitob va yo'qolib ketgan mening do'stim kabi voqea sizning hayotingizda ham sodir bo'lsa, buni ham e'tiborga oling. O'z uyingizning kalitini topshirayotganingizda o'zingizni qanday his qilganingizni yana bir marta esga oling. Boshqalarga pul taqdim etish shaxs sog'lik salomatligini aniqlashda muhim omil sanaladi. Saxovatli odamlar es-hushini yo'qotish kasaliga kamdan kam chalinishadi. Dr. Karl Menninger